Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. UFC Fight Night turnirida 2 nafar hamyurtimiz jang qiladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz bo'ladigan janglar haqida ma'lumot berib o'taman. Ramazon Temirov qozog'istonlik Asu Almabayevga qarshi jang qiladi. Bogdan Guskov esa Nikita Kryloyaga qarshi jang qiladi. Bogdan Guskov 20 ta jang o'tkazib, bularning 17 tasida g'alaba qozongan va 3 ta jangida esa mag'lubiyatga uchragan. Nikita Kryloya esa 40 ga yaqin jang o'tkazib, 30 ta g'alaba va 10 ta mag'lubiyatga uchragan. Ularning jang uslublariga e'tibor beradigan bo'lsak, Bogdan Guskov stoykada juda ham og'ir zarbalarni yo'llaydi va raqiblarini birinchi-ikkinchi raundda nokautga uchratadi. Nikita Kryloya esa stoykada ham juda ham yaxshi jang qiladi va submissionlarni ham juda ham chiroyli amalga oshiradi. Bogdan Guskov ham oxirgi jangida bug'ish orqali g'alaba qozondi. Endi esa Ramazon Temirov hamda Asu Almabayevning jangiga e'tiborimizni qaratamiz. Ramazon Temirov 17 ta jang o'tkazib, 2 ta mag'lubiyatga uchragan. Asu Almabayev esa 21 ta jang o'tkazib, 3 ta mag'lubiyatga uchragan. Yurtimiz UFC ga o'tganidan buyon 2 ta g'alabali seriyada ketmoqda. Birinchi jangini nokaut orqali g'alaba qozongan bo'lsa, ikkinchi jangini hakamlar qarori orqali g'alaba qozondi. Qozog'istonlik Asu Almabayev esa oxirgi jangida mag'lubiyatga uchradi. Ikkala jangchining jang uslublariga keladigan bo'lsak, Ramazon Temirov stoykada juda ham tez va og'ir zarbalar yo'llaydi va kurashga qo'shilmaydi. Stoykada hamyurtimiz ancha ustunroq. Asu Almabayev esa asosan kurashadi va unda submission va bug'ish orqali g'alabalar ko'proq. Hamyurtlarimizga omad tilab, chiroyli g'alabalar kutib qolamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Thank you.